chiqqan nasıllar? Videodan boshqasidan qo'rqmaydi, boshqa mana hattoki kasal ham уже chiqib ketdilar. Bularning muomalasidan уже medstralar kelib talashishyapti. Sterilnisi buzilgan antibiotiklarni, dorilarni desa, almashtiring desa, jahl qilib chiqib ketishyapti. Уже medstralar talashishyapti. Doktorlarni privaskiga yalinib chaqiramiz. Hamshiralarni kapitsa qo'yib beringlar deb yalinib chaqiramiz. Krupniklar qiynab qiladi deb. Eshigimiz ochiq bo'lsa, ovqatchilik kelib, eshigini qulog'i dedi, aldab ketadi, ovqat bermay ketishadi. Siz hozir sho'tdi. Bo'ldi? Sho'tdi patsient bo'lib turibdi. Kecha kimmi? Kecha kamera ochtiring, ovqat tashigan kuni. Жалоба ketdi. Qanday eshigini ochmadi ya. Kechkani qancha kutdim? Kechkani qancha kutdim? Bo'ldi, Betko'slar klinika. Bu Sevinch, ayniqsa Sevinch krupnikda. Sevinch. Mana Sevinch, mana qaysi klinikada ishlayotgan aboda. Qarang. Bu medkonsultant klinikadagi mana birinchi turgan 8.4 anaqa sahrim 8.4 chiqqan. 2-mart kuni operatsiyadan bir kun oldingi analiz 8.4. Buni mana lecheniya qilmasdan sahr bilan bular mana anaqaga nima operatsiyaga olishgan. Bironta bitta ukol ham qilmagan da operatsiya. O'zim so'raganman. Tayinlamaysizlar operatsiyaga mani desam, yo'q degan. Sahrim necha desam, 4 deb aytishgan menga. Endi mana buni men bugun o'zim TTDda bugun chaqirtirib, ertalab kelib, shunda ko'zimni ochishimga olib qilishdi. Meni hech qanaqa sahrim yo'q. Skritiy sahram bo'lar ekan, unim ham yo'q ekan balki. Mana turibdi, shuni ham qildirdim. O'zim 1 million pul to'lab chaqirtirib, yo'q, bular ham meni operatsiyaga o'zi olish kerak emas bo'lgan. Mana birinchi 8.4 sahr bor deganga. Ikkinchidan bularni